Salom. Men sizga dunyodagi eng katta tosh maydalash zavodlari top 5 taligi haqida aytib beraman. Birinchi, Bingham Canyon Mine, Amerika Qo'shma Shtatlari. Dunyodagi eng katta ochiq ko'llardan biri. Chuqurligi taxminan 1 kilometr, kengligi 4 kilometrdan katta. Kuniga millionlab tonna ruda qayta ishlanadi. Bu yerda gigant drabilkalar ishlaydi. Ikkinchisi, Chuquicamata Mine, Chili. Dunyodagi eng yirik mis ko'llaridan biri. 100 yildan beri ishlayapti. Juda katta maydalash zavodlari mavjud. Texnikalar hajmi uydek katta. Uchinchisi, Super Pit Kalgoorlie, Avstraliya. Uzunligi taxminan 3,5 kilometr. Chuqurligi taxminan 600 metr. Oltin qazib olinadi. Tosh maydalash tizimi juda kuchli. To'rtinchisi, Mirny Mine, Rossiya. Juda chuqur va xavfli ko'n. Olmos qazib olinadi. Ichida katta maydalash tizimlari bor. Beshinchi, Oil Sands Mines, Alberta, Kanada. Dunyodagi eng katta sanoat hududlaridan biri. Ulkan konveyer va maydalash tizimlari ishlaydi. Ushbu zavodlar kuniga qancha tonna ruda qazib olishi qiziqmi?